Aniq bilaman, siz ham xolodilnigingizda ishlatilmayotgan ismaloq yoki boshqa ko'katlaringiz bor. Ana o'sha ko'katlarni bugun ishlatib yuboramiz. Bir kosa suvga tuz, yog', un solib, yumshoqroq xamir qorib olib tindirib qo'yamiz. Xamir tingungacha piyoz bilan ko'katlarimizni to'g'rab, qovurib olamiz. Tuz, murch ham sovurish esimizdan chiqmasligi kerak. Retseptni yo'qotib qo'ymaslik uchun обязательно сохранить qo'ying. Shunaqa oson, kam xarj retseptga kerak bo'lsa, menga podpisatsiya bo'lib qo'ying. Men xursand bo'laman. Ko'katlarimizni suvi yaxshilab terilgungacha yaxshilab qovurib olamiz. Xamirimizni yupqa qilib yoyib, ichiga ko'katlarni joylab chiroyli qilib tugib olamiz va yog'da orqa oldini qip-qizil qilib qovurib olamiz. Shunaqangi mazali, to'yimli bo'lib chiqadi, aniq duvon tagida qolib ketasiz. Chibureklarni maza qilib yeb olib, endi oshxonalarni yig'ishtirib olamiz. Bu chibureklar faqat bitta minus tomoni bor. Qovurayotganimizda ko'katlarning suvi yog'ga chiqib, yog' qattiq sachrashi mumkin. Buni ham muammoni yechimi bor. Talalyuksi ancha ziri. Shunda gazilaga sepib, ortiqcha harakatlasiz artib olasizlar. Shunaqa oshxonamiz ham top-toza bo'ladi. Ham maslahat, ham tavsiya.